G'alatchilikda agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida bajarilishi mo'l va barakali hosil degani. Shundan kelib chiqib, viloyatdagi tegishli boshqarma mutaxassislari, soha mutasaddilari, fermerlar 2026-yilgi mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rishmoqda. Nurobod tumanida viloyat hokimligi tomonidan tashkil etilgan seminarda g'alla maydonlaridagi begona o'tlar, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kimyoviy kurashish masalalari muhokama qilinib, galdagi vazifalar belgilab olindi. Tumanlar hokimlarining o'rinbosarlari, qishloq xo'jaligi, o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmalari, tegishli tashkilotlar mas'ullari ishtirok etgan seminarda joriy yildagi g'alla parvarishini sifatli tashkil etish chora-tadbirlariga to'xtalib o'tildi. Xususan, boshoqli don ekinlarini bahorga oziqlantirish, turli kasalliklardan asrash, begona o'tlarga qarshi kurashishni kuchaytirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Bu seminarni ayni vaqtda o'tkazilayotgani bu g'alla agrotexnikasini o'z vaqtida bajarishimiz. Mana hozir g'allalarimiz to'liq tuplash fazasiga kelib o'tiribdi. Mana shuni g'allani tuplash fazasidan chiqib naychalash zonasiga kelganligi sababli bunga agrotexnikalar o'z vaqtida o'tkazishimiz kerak. Birinchi o'rinda o'tga qarshi ishlash, mana shu yovvoyi begona o'tlarga qarshi ishlash, undan keyin fungisid bilan ishlash, qayta oziqlantirish, bu hammasi o'z vaqtida bo'lishi kerak. Chunki yurtboshimizning 370-sonli qarorida fermerlarimizning manfaatini ko'zlab, ya'ni g'alladan 100 sentr hosil olish, paxtadan esa 53 sentr hosil olish belgilab qo'yilgan. Bu degani fermerlarimizning daromadi yanada oshishi kerak. Bu yil ob-havoning seryog'in, qulay kelishi ayrim g'alla maydonlarida kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Shu bois o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan zararkunandalarning rivojlanishi va keng maydonlarga tarqalishini oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlarini samarali o'tkazishga kirishilgan. Bu borada soha mutaxassislari to'planganlarga tegishli tushunchalar berishdi. Seminarimizdan asosiy maqsad g'allachilikda g'alladan yuqori hosil olish. Buning uchun begona o'tlar hamda zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashdan iborat. Mana hozir ko'rib turgan mana shu g'allada ham har xil turdagi begona o'tlar mavjud. Ob-havoni mana ko'rib turibmiz, iliq. Qish iliq keldi. Zararkunanda, kasallik, begona o'tlar rivojlanish uchun juda qulay sharoit bo'lyapti. Buning uchun biz mana shu o'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmasi hamda tuman bo'limlari inspektorlari bilan birgalikda qarshi kurash choralarini fermerlar bilan birgalikda to'liq o'tkazishdan iboratdir. Biz mana shu g'allani kasallik, zararkunandasi hamda begona o'tlariga o'z vaqtida sifatli o'tkazadigan bo'lsak, buning natijasida yuqori hosildorlik yotibdi. Yuqori hosil oladigan bo'lsak, fermerlarimiz iqtisodiy tomondan yanada rivojlanadi, hosil mo'l bo'ladi. Seminarda boshoqli don ekinlarini biostimulyatorlar bilan oziqlantirish, begona o'tlardan tozalash, maysazorlarga ishlov berish, kimyoviy vositalarni qo'llash bilan bog'liq jarayonlar to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilib, tajriba almashildi. Mavsumni uyushqoqlik bilan o'tkazish uchun zarur bo'lgan barcha agrotexnik tadbirlarga har bir xodim mas'uliyat bilan o'z vaqtida yondashishi lozimligi tushuntirildi.